turmuşda psixikalik masalaga yo'l turib Masalanızda qandaq bir taraf qilishni bilolmayapsınız? O'zingizni to'liq yolg'iz his qilasiz. Bizga da. Men sizning sirdishingiz Mahira Abdug'ani. Men sizning do'stingiz Ali. Qani, hikoyangizni boshlang. Kaç saat 9 bo'ldi. Programmamizni boshlaymiz. Turmush ojiz kishilarni asal bo'zak qabul qilishi mumkin. Biz shu kishilarga yordam bergil keldik. Xo'sh, men naq maydondagi do'stlarimizni tanishtirib o'tay. Kaç saat 9 nomidagi programmamizning tojdorligini Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Sabila markasining barpochisi Mamatjon apandim naq maydonimizga yetib keldi. Qarshi olamiz. Programmamiz bilan Şinjan Güluz guruhi alohida hamkorlashdi. Güluz guruhidan Ablat apandim naq maydonimizga yetib keldi. Qarshi olamiz. Kaç saat 9 nomidagi programmamizni Şinjan Tiz Belbaq Karxana maslahatchilik cheklik shirkati alohida qo'lladi. Tiz Belbaq Karxana maslahatchilik cheklik shirkatidan Aytunam xonim naq maydonimizga yetib keldi. Qarshi olamiz. Naq maydonimizda konu do'stlarimiz bor. Ular bo'lsa-mu, davlatlik 2-darajalik psixika maslahatchisi, hammamizning sevimli do'sti, psixika yetakchisi Ali. Qarshi olamiz. Yordamchi yetakchi bo'lsa, Yeshil uy psixika maslahatchilik markazidan Mamatili muallim. Qarshi olamiz. Bugun alayda taklif qilgan mehmonimiz hikoyasini boshlashdan burun men Alidan bir savolni so'ray. Ali, psixika bizning turmushimizda qanday rol o'ynaydi? Biz psixologiya orqali kishilarning turmushini texmi go'zal, texmi rohat, texmi bayashat qila olamiz. Nurg'un odamlarning qanday bir masalasi bo'ldi desa, odamlar o'ziga foydali nurg'un ishlarni biladi. Biz bularni o'lchimizning hojati yo'q. Ammo ular shu ishlarni qilishga o'ylaydi, masalan, tirishib pul tepishni o'ylaydi, tirishib o'rganish qilishni o'ylaydi, badanchilik turishni o'ylaydi, kishilar bilan yaxshi o'tishni o'ylaydi, oilasida chiqishib bir xushal xuram yashashni o'ylaydi, biroq buni qilolmaydi. Qanday qilolmaydi deganda tuyuqsizlik qiyg'iz kelmaydi. Yoki ma'lum bir ishni qilib, boshlab uzun o'tmaylam shundoq suvib ketadi. Demek ular özümü bilmeydiğin bir passiv kuch ularning orzusi bo'yicha yashatqil qo'ymaydi. Pul tepishni o'ylaydi, biroq yana bir shu ish harakat kelgan vaqt desa bir kuch ularni og'ir to'sib qo'ydi. Bu kuchning nima ekanligini bilmaydi. Biroq bu kuchni sezalaydi va bu kuch tarafidan mag'lub bo'ladi. Shunga biz odamlarga yordam berib, ularning o'zining orzusi bo'yicha yashash, orzusi bo'yicha tirishish, orzusi bo'yicha harakat qilishiga to'sqinlik qilayotgan shu passiv kuchni yoki shu to'salg'ini eluvchi orqali ularning hayotini mayli iqtisodiyotdan bo'lsin, mayli ijtimoiy munosabat jihatdan bo'lsin va yoki oila muhitini yaxshilash bo'lsin va yoki o'zining farzandini yaramliq tarbiyalash uchun bo'lsin, buningda biz zo'r darajada ularga yordam qila olamiz. Kaç saat 9 nomidagi programmamiz dal mushu maqsad bilan ro'yobga chiqdi. Undaq bo'lsa, bugungi mehmonimizning hikoyasini jurgimiz bilan tinglab ko'raylik. Bu programmaning tajdorligini Sabila bovoqlar bo'lmoqi, Sabila bovoqlar sut javhiri, Sabila bovoqlar zakisini ishlab chiqarish va setish jihatidagi Bayroqtar korxona Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Men Mahira Abdug'ani, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bovuqimga ana usti yetishmaganda Sabilani tanladim. Sabila bovoqlar retseptli sut javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlli sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'la olishimga Sabila hamroh. Mening bovuqimga tanlaganim Sabila bovoqlar retseptli sut javhiri. Programmamizni 40 xildan ortiq sog'lomlik ham go'zallik mahsulotlarini ishlab bozorga selib, xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan Guluz guruhi alohida talab qilgan. 25 yoshdan keyin terdagi oqsil miqdori ozayib, qo'riqlar ko'payib, dastlabki qadamdagi qerish bosqichiga kirdi.
Gül Uz ko'p manbalik oqsilliq teri asrash yurishligi qiyirishni kechiktirib, yuzdagi oqsil miqdorini to'liqlab, ko'z va yuzning qiyirchig'iga qarshi turib, sizga go'zal ruxsar ato qiladi. Go'zalligingizni namoyon qilishdagi tanlashingizda Gül Uz ko'p manbalik oqsilliq teri asrash yurishligi kam bo'lmasin. Gül Uz. Bu programmani korxonchilarga shirkat qurish, moliya boshqarish mulozimati bilan shug'ullanib kelayotgan Şinjan Tezbalvoq korxona boshqarish mulozimat cheklik shirkati alohida qo'llagan. Şinjan Tezbalvoq korxona boshqarish mulozimat cheklik shirkati 300 ga yaqin korxonchi do'stlarning shirkat qurish, egilik tiklash, moliya boshqarish mulozimatini qilib kelmay, rayonimizdagi 1000 dan ortiq tijoratchi, savdogar do'stlarimizga marka iltimos qilish, savdo plani tuzish, iqtisod maslahatchiligi qatorliq sohalar bo'yicha o'zining uzun yillik kasbiy tajribasi, shundaqla a'lo mulozimat, muvofiq baho orqali keng korxonchi do'stlar uchun izchil, samimiy va tez mulozimat qilishni asos qilib kelmoqda. Tezbalvoq bilan hamkorlashib, muvaffaqiyat qadamingizni tezlating. Aloqalashish telefon nomeri 150 0900 33 40. Yaxshimisiz? Yaxshi, marhamat. Programmamizni qo'llab, quvvatlab, eng muhimi dadillik bilan programmamizga qatnashganingizdan bakmo xush bo'ldik. Xo'sh, yaqinda qandayroq o'tyapsiz? Yaqinda obdan o'tyapman deb, burunqa o'xshash hamda, burunqidan sal obdaroq bo'lib qoldim deb o'zimni ashna o'ylayman. Siz qanday masalaga yo'liqdingiz? Meniki uchirgan masalam mundaq. Men bu yil 50 yoshga kirdim hamda. Hamda ikki balam bor. Ikki balam shunda aqlliq, ulardan bakmo xo'shal aqlliq shuncha cho'ng bo'lganiga. To'y qilib, shu bir 2 yildan keyin yo'lishim malqa ish tarixini sotadigan bir mezgillar kelib qoldi emasmi? Shuning bilan xizmatdan chiqib ketgan. Ondan keyin bu xizmatni ishlayolmasligidagi sababmi shu aroqqa nim berilib ketgandi. Ham yo'lishimning hozirgi kelgicha bir haftaning ichida 5 kun aroqsa 2 kun oran dam oldi hamda. Faqat aroqni faqat tashlayolmadi hamda. Neni odamlar borki tashlaydi hamda shu ayolning nimasi bilancho. Lekin men uni tashlatqizolmadim hamda. Shuncha uzun yillar bo'lib ketdim to'y qilibman. Siz hamda mishadi yo'lchingizning masalan shu aroqni tashlayolmasligini nimasi deb qaraysiz? Buni masalan yo'lchingizning irodasining ojizligi deb qaramsiz? Va yoki mas'uliyatsizlik deb qaramsiz va yoki ojizlik deb qaramsiz? Sizningcha tashlanmasligining nima sababi bor deb qaraysiz? Mendiki tiktakdan aytqoqda mendiki sabab deb o'ylayman. Pul yo'q bo'lsa ba'zida aroq ichmaydi deyman, lekin u aroq ichmasa jidal qilgan ekan, jidaldanmi qechib pulni beraman danga bu. Aroq oldigan pulni siz beramsiz? Bermasam ba'zida u yerning qarz bo'lib qoldi-ku. Ya'ni siz to'laysiz. Men to'layman. O'zimdan ko'raman. Chunki arni arqaganmi, ayol yaqaganmi, ayol degan gapni bek to'la anglaymanchi bu xalqlarning og'zidancha. To'y qanchadan keyin boshladi aroq ichishni? Yo'lishim shu to'y qilib shu bir yarim yildan keyin aroq ichishga boshlagan shu. Undan burun ichmam degan to'q. Undan burunmi ichayotgan to'q uni bilmaydi ekanman. Keyin anadagi men to'y qilishda bir yil to'xtab nim qilgan to'q aroq tashlab bir 2 yildak bo'ptimi, 1 yildak bo'ptimi chiqib. To'y qilishdan burun 1 yil tashlab to'y qilib olay deb tikanda. Cho'qimda bo'lsin. Ba'zi erlarcha to'y qilishdan 1 yil burun shunday aytib bir bir qilib tushib oldi. Nochi bir holat kelib oldi. To'y qilib olgandikilar. Aslidagi haliqib sunukon aslan qayt deb qo'ymizmi? Aslan. Demak, bu yerda yo'lchingizning aroq ichishning sizdan ko'p munosabati yo'q. Hech qanday munosabati yo'q amaliyotda. Biroq siz yo'lchingizning bu xil aroq ichishni mendik sabab deb o'ylaganligingiz uchun yo'lchining aroq ichishga pul yetmagan vaqtida berishi yoki uni to'sanmaslik mening mas'uliyatim deb o'ylayotgan gap, o'ziga ilib qolgan gap. Siz uzun yil aroq ichibdi va mush jarayonda ajrashib ketishni o'ylashib vaqtingizmi? Ajrashib ketishni o'ylashgan hamda, lekin uning oilasidagilar, uning qarig'idek odam yo'q uningga. Ajrashib ketsam hamda u tashlanib qoladi deb o'ylayapsizda. Tashlanib qoldi. Balachi ajrashib ket apa deb vaqtimi?
Allah'ım dep bakkan. Oğlum unda demeydi o. Oğlum hem de çoğun ucu. Bu işkili balınız şu er işki anlamı baksan. Kızınız demdi o. Kızım deydi o. Ma oğlum hem de dadamның hali mışt olsa hem de karın bolmasın mışında öt deydi o hem de. Mışat olsa kanda bardaşık bə deydi. Zoravan mı? Haraq içkenden keyinki? Yo'q, zoravan emas. Ma o kızım hem de yo'lishim bilan mijoz o'xshib qoldi-ku, bular ikkisi to'liq jidallashib qolgandan, tarsa ichida nima gap bo'lsa shuni oldiga tashlaydiganlardan birisi. Qizim bor deydi, sen ajrashib ketsan bo'lmamdi, menmi boshqalardek shundoq normalni spa bo'lsam bo'lmamdi debchi. Ashuna deb nima qildi, shuning bilan ko'nglim bak yerim bo'lib ketdi endi. Shunga ashuna o'ylayman, bu ishga bolam muhabbet jihatdan bek to'yinmagan holatda cho'ng bo'ldi debchi. Bek yerim. Ko'nglim bek yerim ashunda. Mas'ul qolganda kimga masalan bakrak kirishib olgan ahvollar bo'lamdi birasinglarga? Mas'ul qolgan vaqtida uningmi yo'lishimmi hamda bu haroq ichgan bilan ko'ngli yumshoq. Unda qilqa nim qilmaydi, adam urdiganda ishlar faqat yo'q. Yaxshi odam. Haroqchidigan yaxshi odam. Haroqchiga yaxshi odam. To'g'ri desek bular yo'lishingizning haroq ichishdan iborat masalasini biz buni qandaqdir yo'lishingizning bir xatoligi deb qarasak bo'lmaydi. Buni bir ojizlik deb qarash kerak. Biz nurg'un odamlarning nurg'un masalasini biz xatolik deb qaraymiz-ku. Uning iliqi aslidagi yaxshi mohiyatini yetpasak bo'lmaydi. U bir ojizlik. Sizning yo'lishingizning haroq ichishi bir ojizlik. Ham o'sha kelish orqali hal qilmoqchi bo'lgan masalangiz, yadrolik masalangiz nima deya bilmadik. Agar sizning o'sha kelib hal qilmoqchi bo'lgan masalangiz yo'lishingizning haroq ichish masalasi bo'lsa, andan keyin men buni cho'nqirlayman. Biroq shu cho'nqirlashdan burun mening sizga o'shaga tirnoq ichida deb qo'ydig'im, yo'lishingizning bu harakatini siz faqat ojizlik deb qarang, hargiz xatolik deb qarmang. Xo'sh, Mamatali Molim, shu mehmonimiz bilan bir necha qitim ahvollashdi. Program suratga ilinishdan burun ko'rishdingiz. Bizga bir yaxshiroq uchurlarni ta'minlagan bo'lsangiz. Bo'ldi. Mehmonimiz yo'ldishining har qitim aroq ichib, qizi bilan qarshilashadigan ikkisining ziddiyatidan men qizining dadasining oldida har qanday bir harakatini va gap so'zini deyalaydiganligini bayqadim. Demak, mehmonimiz balliq vaqtida o'zining ota-onasi oldida barliq qiliqlarini, harakatlarini, so'zlarini qilolmay chekilib qolgan. Şu vaqtdagi bir xil hissiyat to'salg'usiga uchirgan. Şu vaqtda agar ota-onasi oldida o'ziningki huzurlangan, o'zining xohlagan qilg'isi bashini qilsa, ota-onasi yaxshi ko'rmaydigandek, tashlab qo'ydigandek bir hissiyatning ta'siriga qattiq uchrab ketganligi uchun balkim shu hayotiga işte aroq ichadigan yaxshi odamni tortib kelgan bo'lishi mumkin. Balliq vaqtida chekinib qolgan shu xil hissiyotlari tufayli o'zini cheklab qo'ygansa o'zi bulanmagan vaqtda endi hozir qizi o'zi bulalgan dadining oldida. Bu o'zi bulalgan oldidan bu mehmonimiz o'zi qo'rqib ketgan. Demak, xonim, Mamatali Molim siz bilan suhbatimizdan burun bir qancha qitim ko'rishdi, suhbatlashdi. O'zi his qilgan masalalarni hozir o'tirib qo'ydi. Sizning bugun kech soat 9 programmamizga kelishdiki, maqsadingiz nima? Siz qanday bir masalani hal qilmoqchi? Mening bu programma kelishdiki maqsadim endi shu o'ylayman, men muhabbet berolmaydigan onamı debchi. Hal qilmoqchi bo'lgan masala erini aroq tashlatqizish bo'lmasdan farzandlari oldidagi onalik mas'uliyatimni mado qilolmayapman degan nuqtami qanaqa? Endi bu mehmonning bayatlarining hammasidan nim chiqib turyapti desa, bir xil istiqiylik, ongsiz oldi o'zini ayiblash. Barliq masalalarni o'zing ko'rishdan iborat bir xil yadrolik hissiyot chiqyapti. Demak, bu mehmonning vujudida nexva deymiz, doim bir xil ayiblanib turayotgan bir hissiyot bor. Bu hissiyot o'ziga sezilmaydi. Ammo o'zini doim kontrol qilib turdi. Bu xil hissiyot ichida
bu xonimning subyektiv dunyosi nima deganda yuz bergan ishlarning hammasini men tufayli bo'ldi deb o'ylaydi. Hatto yo'lda ketib berib, agar ichki mashina suqilib ketsa-mu, balkim bu xonim buni o'zi ula olishi mumkin. Shu men bo'lg'achqa shu suqilib ketdi deb qarash mumkin. Ammo bu xonim nihoyat bir klassik gapdan birini qildi. Acaba men eng oxirgi xulosa shu bo'ldi-chu, savol shu. Hali siz yeshamayotgan savol shu. Acaba men bolalarımga muhabbet beremeydigan onimi degan savol keldi. Siz muhabbet berish tirishsiz. Biroq bolalarınız muhabbet his qilolmaydi. Bu yerda ziddiyat bor. Siz hamma tirishchilik chiqarsiz. Bu ko'pincha ota-onalarda bor narsa. Ular bolalarni yaxshi ko'rdi. Muhabbet berdi. Muhabbet berdim deb qaraydi. Biroq bolalar ularning muhabbetini his qilolmaydi. Shu nurg'un bolalar sen meni yaxshi ko'rmaysan degan gapni qildi. Bu vaqtda ota-ona bir xil udiq ketadi, bilinmaydi, gangraydi. Chunki bu ota-onaning shu bolasidan boshqa hech nimasi yo'q amaliyotda. Uning barliq tirishchanliklari, uning barliq jafolari, hatto kech kunduz uxlamay turmushdagi ba'zi azoblarga bardosh qilishning sababi shu bolalar uchun. Biroq eng oxir bolalardan yana sen meni yaxshi ko'rmaysan degan bir gapni anglaydi. Buni anglashning sababi nima deganda bayotdan dedik, ota-ona men balamni yaxshi ko'rman degan bilan u bolalarga yaxshi ko'rishdan iborat hissiyotni his qildirish bu boshqa narsa. Chunki bu yerda dunyoda hamma ota-ona bolasini yaxshi ko'rdi, biroq hamma ota-onaning bolaga o'zining ularni yaxshi ko'rganligini his qildira olishini atayin. Chunki biz bu xonimni bolalarni yaxshi ko'radigan intayin mehribon, yavaş, pasif energiyalik ayol deyishimiz kerak. Demek bu xonimning as ketkizib qo'yayotgan nimasi qandoq qilsa muhabbet bergan bo'ladi. Bu to'g'riliq hech qanday uchur yo'q. Faqat nimasi ongsiz holda tirishish, ongsiz holda azob chekish, har qanday vaqtda bolasini birinchi o'rin qo'yish, bolasini o'ylash, oilasini birinchi o'rin qo'yish, o'zini unutish orqali muhabbet berish deb o'ylab qolgan gap. Biroq bu xil usuldagi muhabbet berish amaliyotda bolalarga hargizmi muhabbatni his qildira olmaydi. Ailening asosiy kirimi siz tarafdan kelamdi. Ha, mendan kirdi. Farzandlaringiz ichida masalan o'g'lingiz dadasini qo'llash tarafdorroq turib yetibdi. Bo'ldamda bo'lishimi shu, sen chidivat deb yana sizni besib yetibdi. Qizingiz bo'lsa dadasiga qarshi holat ekan. Alimalim qandaqsiga bu bir oilada cho'ng bo'lgan ikki bolada birisi dada taraf, birisi ona taraf bo'lib qoladi. Bu homostas deymiz, oilaning o'zining psixikalik tamponlik bo'ldi. Masalan, hozir mana biz surat kelyapmiz, yoz fasli hozir. Agar ma'u kuntiyalar bo'lmasa, men isketdi. Isketganlik uchun biz kuntiya ochdik. Oilaning mu psixikalik ashundaq tangshashiruli bor. Masalan, bir bola yavaş bo'lsa, yavaş bo'l isketdi degan gap o'y. Yan bir bola kepsizroq bo'ladi. Bir bola ma'ning qiziqsa, yan bir bola mandaq bo'ldi. Agar bir qadar qo'ldan ish kelmaydigan bo'lib qolsa, darhol buni o'rnini to'liqlash uchun ayol qo'lda ish keladigan bo'lib, erlik holatga rolga o'tib ketadi. Agar er bilan ayolning ishkilisi qo'lda ish kelmaydigan qolsa, darhol balla buni to'liqlab ota-onasiga aylanib oladi. Shu bu oiladagi bir xil homostasiz. Shunga bu oilada hamda o'g'il bir qadar yavaş o'zining o'ylig'ini deyolmaydi. Faqat avorchiliklardan qochadi. Ammo qizchu desaz, bu oilada birdan-bir sog'limi qiz farzand. Qiz farzand chunki diyalidi, ochig'in diyalidi, o'shmanlikin diyalidi, noroziligin diyalidi, qaramoqqa dadasidan urushayotgandek tug'an bilan, dadasi bilan o'g'li qaraganda qiz o'tirsida o'lni yaxshi. O'lni yaxshi. Shunga bu oilada hamda birdan-bir eng sog'limi amaliyotda mush xonimning qizi hisoblanadi. Amadili, siz necha qitimliq paranglish jarayonida qanday qilsak, qaysi xil maslahat orqali mush xonimga aztul yordamimiz bo'ladi degan nuqta haqida o'ylandingiz? Bu xonim hamda mush psixik maslahat orqali o'zini tepish kerak. O'zini tepib, oilada o'z bulab yashay olgan vaqtida ondan masalasi biroz hal bo'ldi. Demak, bu masalani hal qilgan odam eng oldi bilan mush xonim demoqchimisizlar? Shunda bu mehmonning istiqillik o'ylaydigan nimasi atrofdagi bolasi bo'lsin yoki ayol yo'ldosh bo'lsin, mushlarni qutuldirish orqali, mushlarning masalasini hal qilish orqali, tip yildizni ashlan xushalik qilish orqali xushalik erishaman deb o'ylayotdi. Bu bir mag'lubiyat
bilan oxirlashadigan bir yo'l. Chunki bu xonim allburun qo'shtaynish qilgan. Qo'shtaynish degan nimasi? O'zining barliq ehtiyojlarini, o'zining barliq chin hissiyotlarini kumbetgan. Mayli norozilik bo'lsin, mayli insonning ehtiyoji bo'ldi-ku. Faqat nimasi? Balları bilan yo'ldoshining ehtiyojiga taynib qolgan. Har qanday bir tanlashda buni men yaxshi ko'ramdim, yaxshi ko'rmamdim emas. Men xohlamdim, xohlamamdim emas. Mushuni qilsam, yo'ldoshim qandaylar xapolasmi yoki ballarım xapolasmi? Masalan, bugun polo etsam, ballarım yem deymamdi yoki qizim yaxshi ko'ra. Mushkil holat kirib qolgan. Shunga bu xonim o'zining psixik ehtiyojlarini, o'zining psixik bayatın degandek ro'yi yemekliklerini butunlay unutib ketganlik uchun odam ojizlab ketgan sari turmushda har qanday bir ish nihoyat ig'ir, cho'ng, hal qilib olmaydigandek ko'rinib ketadi. Bundash aytganda masal cho'ng emas, odam kichik. Men mehmonimizning eng azoblangan vaqtda nima ish qilganligiga qiziqyapman. Masalan, ko'nglingiz azar yegan, ümidsizlangan, yo'ldoshingiz yana ishchi bilib sizni parakanda qilgan, ishga bolangiz yana sizni og'riyotgan muhitda siz qanday qilib bu muhitdan o'zingizni qochirib keldingiz va yoki qanday qilib o'zingizni tangshab keldingiz? Mushu qizimchu, endi vaqtida uyga qaytib kirmaydimizmi? Kirmasa yo'ldoshim deydi, "Sen tarbiyalagan bolam shunda. Bir ish bo'lib qolsa seni nima qilma" degandek kelam shu kun kammiskan degan sira kunda ash masal keldi. Qarang, nihoyat aniq. Men bayat degandek bu mehmonda bir xil ayibnish tuyg'usi bor dedim-ku. Qizining qaytib kelmasligini o'zidan ko'ryapsiz. Ayibnish tuyg'usi bor. Bu xil ayibnish tuyg'usiga qarshi harakat qiladi. Qanday qarshi harakat? Ayiblanmaslik uchun tirishadi. Hayotining 90% ayiblanmaslik uchun tirishish. Ammo hayotining yana 90% ayibnish bilan o'tadi va ayibnish bilan oxirlashadi. Mana biz psixologlarning hal qildigan nimasi bu xonimning vujudiga kirib olgan ayibnishdan iborat tuyg'u. Mushu tuyg'u va bu kimlik emas. Va shundaqli bu taqdirni shakllantirayotgan mush ayibnishdan iborat bir hissiyotni biz qancha ojizlashtira olsak, bu xonimdimi ayiblanayotgan hissiyotmi ojizlaydi. Natijada uning qarshi ayiblanmaslik uchun tirishishmi ojizlaydi, besim ojizlaydi. Eng muhimi bu xonimni atrofda ayiblaydiganlarning sonimi o'zligidan ozaydi degan gap. Shuni bizda qaysi xil yadrolik hissiyot kuchi kelsa, shuningga mos bo'lgan reallik kuchi ketadi. Shunga bu xonimning ayibnishdan iborat, ya'ni gunohkorlik tuyg'usining ig'irlab ketishining o'zila hayotida bu xonimni ayiblaydiganlik ko'p bo'ldi. Men shundaq deya olmaymanki, uzunga bormay bu xonimni hatto o'g'lim ayiblaydi, qizim ayiblaydi. Ayıplamaydigan adam qolmaydi. Eng oxirida ota-onaning eng qabul qilolmaydigani shu. Chunki 40 yil, 50 yil bola uchun turishdi, ammo eng oxir bolasi yana ayiblagan vaqtda to'liq binko'y bo'ldi. Chunki uni 40 yil turishning sababi nima edi? Ayiblanmaslik uchun edi. Rozi qilishdi, yoshlarning bir rozi bo'lishini itrof qilishga erishishdi. Biroq 40 yildan keyin bu tirishchanligi eng oxirida yana bolasi tarafidan gumron bo'lgan vaqtda buni nurg'un odam qabul qilish ixtiyor olmaydi. Biz buni binko'y bo'ldi. Men Mahira Abdug'ani, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bovuqimga ana usti yetishmaganda sabiylani tanladim. Sabiylar bovoqlar yetishlik javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlliq sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'lalishimga sabiylar hamroh. Mening bovuqimga tanlaganim sabiylar bovoqlar yetishlik sut javhiri. Mayli balalig'ingizni o'ylang, mayli hozirgi hayotingizni o'ylang. Bu dunyoda sizni eng yaxshi ko'radigan odam kim u? Eng yaxshi ko'radigan opam bilan dadam. Ular hayotmi? Dadam tugab ketdi. Opam bor endi. Apangiz hayotmi hozir? Apangiz sizning turmush ahvolingizni tushunamdi. Tushundi. Yo'ldoshingizni ayblamdi. Burun ayiblaydi endi hozir. Yana turmushinglar mahkamroq bo'lib o'tib ket, chidab ket degan nuqtada turamda. Bugun naq maydonga kelgan mehmonimizning qizimi tomoshabinlar orasida o'tiribdi. Shu tapda shu singlimdan shunday savol so'rag'im bor. Singlim, sizning nazaringizdagi opangiz qanday bir ayol? Menimcha opam bek yuvosh,
Meni bek yaxshi ko'rdi, lekin o'zi bek apitlikanmishni. Agar ikki tarafni ayirish to'g'ri kelsa, siz ko'proq savallikni dadingizni qo'yamsiz, opangizni qo'yamsiz? Nasıl gap qiling? Dadingizni qo'yamsiz. Ailəyə kəşf qilishingizning sababi dadingiz sababidimi? Aştaroq uy qaytqim yo'q. Apangizni ayblab qoldi ekansiz qayda? Sen yavaş bo'lg'ach dadam ishchi oldi deb ayblamsiz yoki opam bo'zak bo'ldi deb ayblamsiz? Shu dadambek opamni bo'zak qildi ekan. Apangizga aytgan qanday yurak so'zingiz bor? Ilgari oilada aytib baxmagan, aytishga jur'at qilamagan, izchil ishchingizni saqlanayotgan qanday gaplar bor? Qattiqroq tuzli deb dadam bilan dadamning qiz bir xil yuvosh turib oldi ekan. Rahmat singlim. Mushu xonim uchunmi, ham mushu xonimninki, ash o'ma qizi uchunmi Ali sizdan bir narsa so'ray. Shu haraq xumo bo'lib qilish bir odam sababidimi, muhit sababidimi yoki shu odamning o'zining sababidimi? Mushu xonimning yo'ldoshi bilan biz yaxshi paranglashgan vaqtimizda u odamning ichida muhabbatdan asar yo'q ekanligini bilamiz. Bu xonimning yo'ldoshi, bu xonimning ballardanmi bakrak muhabbatga namrat, xuddi qog'jirab suv topolmagan odamga o'xshaydi. Muhabbatsizlik odamni og'ir darajada andishga soladi, tashvishga soladi. Biz bexatarlik tuyg'usi deymiz. U amaliyot muhabbatning bir xil ifodasi. Ammo yo'ldishida undaq bexatarlik tuyg'usi yo'q, muhabbat yo'q. Shunga ichi bir xil doim yerim, ko'ngli yerim deymiz-ku. Ko'ngil yerim degan ichi quruq holatda turdi degan gap. Bu xil ahvolda cho'qim odam birini ichish orqali buni to'liqlayman deb qaraydi. Basir ekanda shu. Amaliyot aroq ichayotgandan o'zilam nima desa, o'zi to'ldirib bo'lmagan muhabbat quduqini aroq orqali to'ldirman deyotdi. Ammo ishkanda buning oz to'la yordam bo'ldiganligi rost. Mayli aroq xumoqlik qolsin, mayli zahar xumoqlik qolsin va yoki qima xumoqlik qolsin va yoki kapdagi xumoqlik qolsin. Bu xil xumoqliklarning hammasining ostida og'ir darajada muhabbatsizlik borligini nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Shunga bularning qalbini muhabbat bilan to'ldira olgan vaqtda ondan ular bu xil o'ziga ziyonliq narsalar orqali o'zining muhabbatchiligini to'ldirishga tayanmaydi degan gap. Mana bu bir xil yordam berish. Siz bir qaqasliq ketib qolgan, ustab o'lay deb qolgan odam bir loysuvni topib oldi. U shu loysuvni ichidi. Siz uni ichma, bu loysuv san ziyonliq desangiz, umi biladi ziyonliq ekanligini. Ammo bu qaqasliqda loysuv ishimiz o'lab qoladi. Shu o'lab qolgandan loysuv bo'lsin ichib turay deb ichidi. Siz uningga sen loysuv ichma, loysuv ichsan ziyonliq. Bularning ahamiyati yo'q. Aksicha siz u loysuvning o'rniga bir suzuk, bir stakan suv bersangizda, siz gaqlishning hojati yo'q. U tabiiy loysuvdan ichishdan to'xtab suzuk suvni ichidi degan gap. Shu aroq ichdan, zahar ichdan uni buni ayblashning hojati yo'q. Sen uning yordam berishing kerak. Undasa u shuni ichmasa qandoq to'liqlaydi? Biz uning suzuk suv berishni bilishimiz kerak. Shunga bu xonimmi yo'ldishiga yoki ballarmi yo'ldishiga haqiqiy yordam berman deganmiz, ayblashdan biz voz kechishimiz kerak. Ayplash muhabbatning dushmani. Hech qanday inson ayblashni yaxshi ko'rmaydi. Hamma odam ayblashni yaxshi ko'radi. Ayblashni nemish odamlar bir-birisi ayblaydi? Chunki kishilar ayblanishdan qo'rqadi. Ayblanishdan qo'rqqanlik uchun oldin ayblash orqali boshqalarning uni ayblashidan oldin olyotdi. Biroq bu xil ayiblash va ayblanish insonlar o'rtasidagi muhabbatni butunlay uzib yutadi. Insonlarni bir-birisiga bo'lgan ulinishni jiroqlashtirdi. Ulinish jiroqlashgandan keyin faqat ayibni qarshi tarafdan ko'radigan bir-birisiga o'chmanlik bo'ldi. Biz buni sog'lom oila deb qaramaymiz. Shunga mening sizga deganim, yo'lchingiz haqiqiy yordam berman degansiz, uninglar mungdishingiz kerak. Mungdishish. U qalbini qachon sizga ichib bergan vaqtda o'zidagi azoblarni xuddi siz bizga so'zlagandek so'zlayolgan vaqtda anandan keyin bu yo'ldishingizga muhabbatdan iborat bu suv tomchisi asta-asta eqib kiradigan gap. Ali malim, unda bo'lsa men shu qanday qilgan vaqtimda shu ikki balamga, yo'ldishimga ham o'zimga haqiqiy muhabbat bera olmayman. Muhabbatning har xil tili bo'ladi.
bir eshakka, bir eshakka biz kuyunduq deb uningga sho'rpa, lag'men bersak yemdi uni. U yemaydi. Shundaymi ya? Biz unda qaydaymiz. Qara, men mana shunda bersam yemayotdi deb. Chunki bu bizning xatolik. Biz zodi bu eshakning nemini yaxshi ko'rganligini bilmayapmiz. Aslında biz sho'rpa emas, saman berishimiz kerak. Muhabbatning tili bo'ladi. Sizga men hozir so'zladim tushunyapsiz. Men boshqa bir tilda so'zlasam, siz comprenez? Siz tushunasiz. To'g'rida? Shunga muhabbatni his qildirishning usuli bo'ladi. Bundaq 4 usul diqqat qilish kerak. Biz psixik maslahatchilarmi, omu kelgan nurg'un psixik masala so'raydiganlar jiddiy keldim shundachu. Hozirlar zada shu mundaq yerilib ketgandek, to'shak ketgandek. Biz bularga o'xshash osmasimiz. Qanday osmasimiz deganda, uni gapini anglab turamiz. Bir odamning gapini zangsilib anglash muhabbat berishning birinchi usuli. Buni kishilar bilish kerak. Ammo nurg'un odamlar boshqaning gapini anglash xohlamaydi. Yaxshi bir psixolog anglab saqaydi. Siz vücudunuzdan bir adamning gapini anglab bergan vaqtda, u shunchalik illiq, shunchalik bir oltin tep bergandek, o'zining yolg'iz emasdek his qildiki, bu bir xil muhabbat berishning usuli. Shunga nurg'un ota-onalar bolalarining hissiyoti, gap so'zlariga asosan diqqat qilmaydi. Chunki nurg'un ota-onalar sizilgan holatda yashaganlik uchun o'zining ehtiyoji, o'zining hissiyoti bilan bekapilishga ketib, bolalarining hissiyot o'y xiyollarga asosiyatdan qaramaydi. Bu xil boshqa bolalarning o'y xiyol hissiyotlarini nazardan saqit qilish bolalarda bir xil vubida, intayin bir xil tangdoshsiz yolg'izlikni shakllantirdi. Shu yolg'izlik qandaqdir ota-onaning bolaga payban bo'lmasligidan shakllanmaydi, balki ota-onaning bolaning ichki hissiyotini tushunmaganlikdan shakllanadi. Shunga birinchi muhabbat berishning usuli ularning his tuyg'usini tushunishga tirishish. Onun için ularning gapini zangsilib anglash. İkincisi, biz insonlar balliq davrimizdan tortibla hech qanday cheklimini yaxshi ko'rmaymiz. Kontrolni yaxshi ko'rmaymiz. O'zimiz xohlagan narsalarni deyishni, xohlagan narsalarni yeyishni yaxshi ko'ramiz. Bir xil erkinlikni yaxshi ko'ramiz. Shunga ota-ona bolalarning mushkil xiyollari o'zi bo'lishiga yordam qilsa, bu bir xil muhabbat his qildi. Agar ota-onalar muhabbat nomi orqali o'zidagi qo'rqishni bolalar orqali o'ngshayman deb, ularning nurg'unlagan masalan sho'xliqlarini cheklash, bolalar bilan talada o'ynashini cheklash, ansirabda. Maktabga bir yolg'iz berib kelishini cheklashlarning hammasi garchi ota-ona men bolamni qo'g'dataman degan bilan amaliyotda bayotdagi muhabbatga zid bo'lganlik uchun bolalar tabiiy ota-ona meni yaxshi ko'rmaydi, chunki meni kontrol qilib oldi deb qaraydi. Bolaning eng qo'rqini kontrol qilish. Amaliyotda bolalarning ma'lum bir yoshida axloq to'g'riliq bilishning hojati yo'q. Axloq bilan uchrashishning hojati yo'q. Ammo biz bolalar 2-3 yoshda biz ularga axloqdan iborat bir zanjirni, eg'ir bir tümüde yasalgan kiyimni kiygizib qo'yamiz. Amaliyotda ularning muhabbatni his qiladigan erkinlik tuyg'usini bo'g'ib yetamiz. Natijada ular axloqqa o'chulab ketadi, ota-onaga o'chulab ketadi. Üçüncü xuruşu nima degan vaqtda itirofga erishish. Butun dunyodagi insonlar itirofga erishish uchun tirishimiz. Chunki biz ota-onamizning haqiqiy itirof qilishiga erishamaganligimiz uchun dunyoning itirof qilishiga erishmoqchi bo'lamiz. Natijada biz bunga erishamay ketamiz. To'rtinchisi, o'zining qimmatini his qilishiga yordam berish. Ya'ni bir ota-onaning qildig'ini bolalarga iqtidor yetildirish. Ularning iqtidor yetildirishi, ya'ni men buni qila olayman degan hissiyotni, ya'ni o'zlik qimmat tuyg'usini shakllantirganda bola to'liq muhabbatga erishgan bo'ldi. Agar bu narsani qilmay biz bolalarga uyan chiqib birli yoki uning hamroh bo'ldi yo uning uchun nima yeysi bolam, ularning hech qaysini muhabbat his qilolmaydi. Shuning 4 nuqta diqqat qila olganda anandan keyin biz muhabbat bergan bo'lamiz. Eng muhimi siz bolangiz, qizingizning onasi, bolangizning o'g'lingizning onasi emas, balki ularning do'stiga aylansangiz, bu texim yaxshi. Qarxanchilarning savoli bormikin deb faraz qildim, Mehmetjon. Yuqorqidek aroq xuma bo'lib qolgan erlarningki oilada bolalarga, ayoliga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mushlarni
qandaq qilganda o'ziga bildirmas, qandaq qilsak hal qilib bo'ladi. Endi aroq muomala qilish masalasi shu aroq muomala qilgan odam bilan tugmaydi bu. Buning oilasi bo'ladi. Aroq muomala qilgan atlarning pasif ta'siri qizlarda eng ro'shan ifodalanib qoldi. Qizlarda. Chunki tabiiyla qizda ota-onasi tufayli bo'lib, dadasi tufayli o'zini kamsitish hissiyoti bir qadar kuchli bo'ladi. Dada doim qizlarning jo'r tanlashdagi ongsiz o'lchim bo'lib qoldi. Demak, bu xil aroq muomala qilgan ota qizning jo'r tanlashdagi o'lchimini zo'r darajada tuvaltiydi. Ikkinchidan, odamning nervisi g'alati narsa. Odam ko'pincha vaqtlarda yaxshi narsani tanlamdi, tunish narsani deganda tunish narsani tanlaydi. Şu nurg'unlarimizning hayotida yuksalish bo'lmasdan turg'unlik shakllandi. Ham uzun mezgil bu xil aroq muomala qilgan oila cho'ng bo'lgan bir qizga nisbatan garchi bu oiladagi baranchurunglar pasib bo'lgan bilan, biroq uzun mezgil mush oilada yashaganlik uchun nervisida allburun u muhit bu qizga tunish bo'lib qoldi. Keyin jo'r tanlagan vaqtda u yana shundoq tunish bir oilani, tunish muhitni shakllantirib qo'yish ehtimolligi intayin cho'ng bo'ldi degan. Bunday qilgan vaqtda yana bir yana bir ikkinchi apsiga aylanib qolish. Aroq ichadigan yana bir jo'r bilan to'y qilish ehtimolligi intayin yuqori bo'ldi. Ammo tanlagan vaqtda dal uning aksini tanlayman deb qaraydi. Men hargizmi dadamdagi odam bilan to'y qilmayman deb jo'r tanlaganda butunlay dadasining aksi bo'yicha tanlab mangadi. Biroq eng oxirida desa tanlagan jo'risi yana dadasiga o'xshash bo'lib qolishi mumkin va yoki bu qiz tanlagan jo'risini eng oxiri dadasiga aylantirib qo'yishi mumkin. Chunki biz men bayatın dedim, aman tunish muhitni oxir qurib chiqamiz. O'g'ilga nisbatan bo'lsa, o'g'ilga nisbatan dadasi bilan bo'lgan ulanish butunlay uzlik etib, o'g'ilda o'zlarining o'xshash jinsdagi do'stlar bilan munosabat o'rnatish, ular bilan chiqishib o'tmaki bir qadar tasga to'xtaydi. Butkul oilada bir qadar o'zini to'van ko'rishni shakllantirib qo'yish ehtimolligi intayin yuqori. Biz bularga qanday qilsak yordam qila olamiz? Biz bularga asosan ko'p yordam berolmaymiz. O'zlariga yordam beradi. Biroq biz ularga istoshlik qila olamiz, yaxshi tilaklarni tilaymiz. Biroq biz har bir odamga birinchi bo'lib o'zini qutuldirishni, o'zini qutuldirishni tavsiya qilamiz. Shunga bu xonimni birinchi bo'lib o'zini qutuldirish kerak. Vladimirning xotirasi nomli kitobda mundaq bir qiziqarli tasvir bor. Rolls Royce markalik mashinamni haydab deydi, ko'chada ketib borman deydi. Bir yosh bola intan chiroyli qiz do'sti bilan ketib berib, u mening mashinamga qaradi deydi. Havas qilib qaradi deydi. Men mashinamning derisidan uning qiz do'stiga havas qilib qardim deydi. Bu shuni tushundirdiki, u ishkilimiz xushalmas deydi. To'g'ri-ku? Ammo xushalmas ekan. Chiroyli qiz do'sti bo'lganlar mening mush Rolls Royce markalik mashinam yo'q deb g'amkin ekan. Rolls Royce mashina degan bilan ajab mening andaq chiroyli qiz do'stim yo'q deb biz ishkilimiz g'amkin xushalsiz deydi. Chunki biz birinchi ulab boshqalarni xushal qilib, mayli dadam yoki onam bolamni xushal qilib, ondan xushallik biz voz kechishimiz kerak. Qutulduğuchining rolidan voz kechishimiz kerak. Biz cho'qim butun energiyasimiz, zihnimizni o'zimizga atalmış shaxsiyatchilik qaratishimiz kerak. Biz qandoq qilib bir amallar qilib xushallik erishganligida biz boshqalarga yordam bergan bo'lamiz. Chunki xushal odam boshqalarga o'ch olmaydi. Xushal odam boshqalarga urk olmaydi. Xushal odam boshqani oqiq tatmaydi. Xushal odam boshqalarni rag'batlantiradi. Uning do'stiga aylanadi. Siz xushal bo'lmay turib boshqalarning haqiqiy do'stiga aylanaman deyishingiz mumkin emas. Shunga bu bir oila 4 jon bor ekan, 4lisi cho'qim boshqalardan qog'indan voz kechib, o'zining xushalligini tepish kerak. Qiz tirishib o'qish kerak. U jamiyat o'rnini tepish kerak. Ularni tashlab ketish kerak. Tashlab ketish degani hamda o'ylamaslik kerak. O'g'ilmi bu oiladan cho'qim chekinib, o'zining xushalligini, o'zining bir kichik o'rnini tepish kerak.
bu xonimmi o'zining men bayatini degandek psixikalik ehtiyojlari va yoki mening tilim bo'yicha ro'yi tamoqini, ro'yi yemakligini uzib qo'ymaslik kerak. Bu xonimning ustida o'ynag'isi keldi, chechini bo'yg'isi keldi, grim qilg'isi keldi. Ashlarning qaysini qilg'isi kelsa, shuni qilish kerak. Yo'l dışıga kelsak, mushlarning o'zgarishiga asosan o'zgarib qolishi mumkin. Mumkinchiligi bor. Endi oxirida sizdan so'raydiganim, bugungi suhbat orqali ozroq yordamga erishgandek his qildingizmi? Bu programmaning tajidorligini Sabila bovoqlar bo'lmoqi, Sabila bovoqlar sut javhiri, Sabila bovoqlar zakisini ishlab chiqarish va setish jihatidagi Bayraktar korxona Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Men Mahira Abdug'ani, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bovuqimga ana usti yetishmaganda Sabilani tanladim. Sabila bovoqlar retseptli sut javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlli sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'la olishimga Sabila hamroh. Mening bovuqimga tanlaгаnim Sabila bovoqlar retseptli sut javhiri. Programımızda 40 xildan ortiq sağlamlıq hem güzellik mahsulotlarini ishlab bozorga selib, xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan Guluz guruhi alohida talab qilgan. 25 yoshdan keyin terdagi oqsil miqdori azayib, qo'riqlar ko'payib, dastlabki qadamdagi qerish bosqichiga kirdi. Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishligi qerishni kechiktirib, yuzdagi oqsil miqdorini to'liqlab, ko'z va yuzning qiyirchig'iga qarshi turib, sizga go'zal ruxsar ato qiladi. Go'zalligingizni namoyon qilishdagi tanlashingizda Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishligi kam bo'lmasin. Guluz. G'uva bo'lsam bir tunishga ega bo'ldim. Undaq bo'lsa ishlagan xizmatimiz unumli bo'libdi. Rahmat sizga. Qadrli tomoshabin do'stlar, hurmatli korxonchilar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Kech soat 9 nomidagi programmamizni oxirlashtirish oldida turyapmiz. Oxirda yanala bizni qo'llagan programmamizning bosh tojdori bo'lgan Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkatiga alayda rahmat aytamiz. Programmamiz bilan alayda hamkorlashgan Şinjan Guluz guruhiga alayda rahmat aytamiz. Hamda programmamizni alohida qo'llagan Şinjan Tizbelbaq korxona maslahatchilik cheklik shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Xo'sh, programmamizning ismi Kech soat 9. Bayatan Ali ma'lum aytgandek programmamizning yana bir ismi paydo bo'ldi. U bo'lsa muhabbatning tili. Hamma oila muhabbatga ehtiyojli bo'ladi. Barcha inson muhabbatga ehtiyojli bo'ladi. Biz programmamizni insonlar ehtiyoj bo'layotgan muhabbat nuqtasidan turib, suyimli bir tilga aylantiramiz. Sizning ehtiyojingiz balkim Kech soat 9 nomidagi bu programmamizda. Her gün kech soat 9'da biz bilan didorlashishni unutib qolmang. Biz bilan bir safarga otlining. Bu safarning ismi psixik safari. Ugunish safari. O'zingizni tonish safari. Xayr do'stlar, at ko'rishaylik.